Karahanila sulalısının medeniyeti. Karahanila sulalысы yaşagan devri olsa, bu daire içine kirgen her xil til ve her xil medeniyetki ega uruk ve kabillerinin ortak Karahanila medeniyeti bayrağı astıga uyuşkan alaydı bir devir. Şundaqla, hazırki O'rta Asiya ve tarım uymanlığının etrafındaki Türk kabillerinin turmuşu da, bulup mu Uygur kabillerinin turmuşu da medeniyet, hatta örüp adet ve başka cihetlerden tüpki özgürüşler yüz bergen bir devir bulup hesaplandı. Karahanila medeniyeti tövendikçe bir qancha xil alayidlikka ega edi. Birinchi, bu devirde İslam dini asasen hükümran diniga aylandı. Buningdan burun Karahanila sulalısının g'arbiy qismida, bo'libmi Mavaraun Nahr rayonida İslam dini xeyli taraqqiyotlarga erishgan bo'lsa-mu, lekin uning sharq qismida, bo'libmi Uyg'urlarni asos qilgan Türk qabillarining ichida yanada an'anaviy shaman dini asosi o'rinda turadi. 7 rayonda yashaydigan ba'zi qabillarning ichida bo'lsa, Nestori dini xeyli ta'sirga ega edi. Shunga Karahanila sulalisi Satuq Bug'raxon davridan boshlab g'ayri islom qabillariga g'azot yo'li bilan islom dinini qabul qildi. Uning doirasidagi barliq rayonlar Idqut Uyg'urlardan boshqa ning hammasi to'liq islom diniga itoat qilgan bo'ldi. Lekin Karahanila sulalisi itiqat qilgan islom dini aqidalari Arabistonda meydonga kelgan islom dinining sap aqidalari bo'lmasdan, balki uningga Türk qabillarining an'anaviy itiqodlarini singib kirgan edi. Ular ba'zida Allah'ni islom aqidalari bo'yicha tushundirsa, ba'zida shaman dini yoki Nestori dinining aqidalari bo'yicha tushundiradi. Shundaqla ularning jannat, jahannam, taqdir qarashlarida shaman dinining xeyli cho'nqur ta'siri bor edi. Ularning Allah'ni Tangri, payg'ambarni Yalavaç yoki elchi, olamni Ajun deb ataydiganligi faqat til jihatdagi farqi bo'lib qolmay, balki itiqod jihatdagi farqi bilan munosabatli. İkinci, Karahanila sulalasidagi Türk qabillarining bo'lib-mu hukmron o'rinda turgan Uyg'ur qabillarining tarixida tunji qitim sistemlik islom madaniyati shakllandi. Xuddi oldingi boblarda bayon qilgandek, milodiy 8-asrdan boshlab islom dini O'rta Osiyo rayoniga tarqaldi. Ana shuningdan boshlab ba'zi Türk qabillar islom dinining ta'siriga uchirdi. Cümleden Uyg'urlar Qarluq rayoniga ko'chib kelgan chaqda Qarluq qabilasining ba'zi urug'lari bu dinning xeyli cho'nqur ta'siriga uchirdi. Shunga islom madaniyati dal ana shu chaqlardan boshlabla bix urib chiqishga boshladi. Karahanila sulalisi qurilgandan keyin bu madaniyat tez rivojlanib, bir qadar sistemlik shaklga kirdi. Demak, Karahanila'nın İslam medeniyeti bolsa, Arap İslam medeniyetinden tüttüm fark kıldığan bir xil medeniyet bulup, o kadimki an'anaviy Türk medeniyet bilen İslam medeniyeti cevherlerinin koşulmasından ibaret bolgan. Yani İslam medeniyetinin şekli arkalık Türk kabillerinin manevi turmuşunu, ularning özüge xas tabiiy xususiyatlarini, karakter, an'ana ve turmuş şeklini maddi ve manevi işlep çıkarışını ifadelaydigan, umumen Türk kabillerinin alaylikini mutlak üstün uğrunu egileyen bir xil medeniyet bulup hesaplandı. Üçüncü, Karahanila sulalisi öz dairesi içindeki
her xil nasabdan kelib chiqqan qabillaning türklashgan va turk qabillaning uyg'urlashgan. Ya'ni har qaysi qabillaning o'zaro assimilyatsiyasi nihoyatda kuchaygan bir davr bo'lib hisoblandi. Tarixiy materiallarga asoslanganda Qarag'anlar sulolasi qurilishdan ilgari Qurg'on rayonida asosan turk til sistemasi, İran til sistemasi, Hindi til sistemasi va Xanzang til sistemasi qatorliq tillar ham ularning har xil shivalarida so'zlashadigan nurg'un qabila va urug'lar yashaydi. Hatta Tarim uymanligining atrofidagi ba'zi qabilalarning hukmron toifasi bilan odatdagi fuqarolari ayrim tilda so'zlashadigan hodisalarmi bor edi. Masalan, Shenzong tarafidan yozilgan Buyuk Tang sulolasi davrida Qurg'on rayoniga qilingan sayohat nomli kitobda Kucha, Qashqa, Udun qatorliq joylarning hukmronlari Hindi tilida so'zlaganligi bayon qilingan. Lekin bu joylardagi aholining asosiy qatlami bo'lsa asosan turk tilida so'zlashyapti. Bir qabila ikki xil tilda so'zlashadigan mundaq ahvol Mavaraun Nahr va O'rta Osiyoning boshqa joylarida mavjud edi. Lekin Qarag'anlar sulolasining tavalligiga kirgan joylarda asosan turk tilda so'zlashadigan qabilalar mutlaq ustunlikka ega edi. Qarag'anlar sulolasi davrida uning tarkibidagi g'ayri turk qabilalar mecburi yoki ixtiyoriy holda turk qabilariga Qarag'anlar sulolasining sharq qismi bo'libmi Tarim uymonligining atrofida yashaydigan g'ayri turk qabilalar bo'lsa asosan Uyg'ur qabilasiga assimilyatsiya bo'ldi. Shuningdek, Yetti rayoni va Tangritog'ning atroflari va Tangritog'ning etaklarida yashaydigan qabilalar til va urf-odat jihatdan bağansiri bir-biriga yaqinlashib, keyingi Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk qabilalarining asosini o'rnatdi. Umuman, Qarag'anlar sulolasi davri hozirgi zamon turk millatlarining shakllanishida muhim bir bosqich bo'lib hisoblandi. 4. Qarag'anlar sulolasi davrida har qaysi qabilalarning o'zaro assimilyatsiya bo'lish hodisalariga ergishib, turk qabilalarining o'rtaq adabiy tili shakllanishga boshladi. Turk qabilalarining bu o'rtaq adabiy tiliga hukmronlik o'rnida turgan Uyg'ur qabilalarining tili uchuqroq qilib aytganda Qashqa atrofida yashaydigan Uyg'ur qabilalarining tili asos qilindi. Şuna bu til aynı zamanda Xaqaniya tili, Qashqari tili, Xaqaniya Türk tili degan nomlar bilan ataldi. Bu vaqtda Qarag'anlar sulolasi Arab yiriqiga asoslanib ishlangan Xaqaniya yozig'ini ishlatishga boshladi. Divan lug'at turkda Xaqaniya yozig'i fi, xi, u, zi, qi, i, ki, di, mi, ni, si, pi, ji, ri, shi, ti, li qatorliq 18 harf va bir qancha so'ziq tovush belgilaridan tuzilgan. Mahmud Qashqari yana Qashqardan yuqori Çingacha bo'lgan hamma turk yurtlarida barcha Xaqanlar bilan sultonlarning yorliq va xat aloqalari ana shu yoziqda yozilib kelgan deb yozgan. Lekin Qarag'anlar sulolasining dastlabki chog'larida ba'zi turk qabilalar Xaqaniya yozig'i bilan birga qadimki Urxun Yanisa yozig'ini qo'llaganligi ma'lum. Bo'libmi Yetti rayoni va Talas daryo vodilarida yashaydigan Qirg'iz qatorliq qabilalar bu yozig'ni ta milodiy 15-asrlargacha
işletken. Endi bazı Türk kabileler bulupmu Karahanlar sulalısının amiliqideki İdikut Uygur xanlığı bolsa qadimki Uygur yezikini, yani 9 Uygur yezikini işletken. Bu yezik O'rta Asiya ve tarım uymanlığının g'arbidagi bazı qabilelerge tarqalgan. Ular bu yezikni yanıla Hakaniya yeziki bilan billa qo'llangan. 5. Miladi 10. asrning oxirlari va 11. asrdan boshlab Karahanlar sulalisi ilim irfon merkezlerining biriga ayrilish boshladi. Bu chog'da Karahanlar sulalisining Qashqa, Balasagun, Samarqand, Buxoro, O'trar qatorliq cho'ng shaharlarda til, adabiyot, tarix, falsafa, ilmi mantiq, yani logika, ilmi nücum, yani astronomiya, ilmi riyazat, yani matematika, ilmi cebir, algebra, ilmi tib, tibabetçilik, ilmi ahlak, ilmi müzika qatorliq nurg'un fanlar sistemalik tatbiq qilinishga boshladi. Bo'libmi ilmi falsafa, ilmi mantiq va ilmi tib sohasida dunyo ilm peniga g'oyat zo'r to'p qo'shdi. Bu chog'da olamga mashhur nihoyatda nurg'un olimlar yetishib chiqdi. Masalan, mashhur falsafa olimi Ebu Nasr Farabi miladi 870-yildan 950-yillar. Ebu Ali İbn Sina miladi 980-yildan 1037-yillar. Ebu Reyhan Biruni miladi 972-yildan 1049-yillar. Yusuf Has Hacib, Mahmud Qashqari, Ahmed Yuknabi, Muhammed Binni El-Qashqari, Ebu Futuh Abdul Gufur Binni Hüseyin El-Elmani, Muhammed İbni El-Katib Semerkandi, İmaduddin Qashqari, Mahmud Dinni Muhammed İbni Ednani, Emek Bukhari, Suzan Semerkandi, Ahmet Yesevi qatorliq olim ve o'limalar meydon kelgan. Bularning ichida Farabi, İbn Sina, Biruni qatorliqlarning birmuncha muhim asarlari ve Yusuf Has Hacib, Mahmud Qashqarining Qutadg'ublik, Divan Lug'ati Türk qatorliq kitoblari, Ahmed Yuknakining Atabatul Haqayiq, haqiqatlar bo'sug'isi, El-Elmaining Tarixi Qashqari. Bu eser izsiz yo'qolgan. El-Katib Semerkandining Ezrazul Siyaset, Agrazul Ziyasat, Riyasat, devlet siyasetinin asas ölçemleri. İbni Ednani'nin Tarihi Türkistan, Ahmet Yesevi'nin Divan Hikmet namlıq eserleri öz devirde alemge meşhur idi. Tövende bulanın içindeki ayrım alımlarıyla tanıştırırız. Ebu Nasr Farabi. Ebu Nasr Farabi Binni Tarhan Binni Uzluq Farabi miladi 870 yılı etrafında Sır Derya'nın baş yakımındaki O'trar şehriye yakın ve Sici degan bir Qo'rg'onliq yezda Türk Aqso'ngaklarının Tarxan dercilik bir oilada dunyoga kelgan. U balaliq ve başlang'ıç o'qish yillarini O'trar shahrida o'tkazgan. Shunlashqa O'trar shahrining nomi Farabining nomi bilan Farab shahri deb atalgan. Farabi İran'da o'rta darajalik tarbiya olgan ve Paris tilini
hem başka bir muncha tillarni o'rgangan. Uzoq o'tmay Arab Abbasilar xalifligining poytaxti Bag'dod shahriga berib arab tilini o'rgangan. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda uning 70 ga yaqin til bildiganligi ma'lum. Farabi Bag'dod shahrida oldi bilan ayni zamonning mashhur falsafa va logika olimi Abu Bashir Matta bin Yunus'tin ilmiy mantiq o'rgangan. Harran shahriga berib Yuhanna bin Haylan ismli bir olimdan yana ilmiy mantiq o'rgangan. Keyincha Bag'dodga qaytib falsafa, riyozat, matematika, algebra, ilmiy nujum, astronomiya, ilmiy musiqi, müzik ilmi ve ilmiy tibabatçilik qatorliq ilmlarni o'rgangan. Bo'libmi u Yunonlik Aristotel falsafasini nihoyatda cho'nqur o'rganib, cho'nqur tadqiq qilgan. Ba'zi tarix materiallarga qaraganda Farabi bir mezgil Samanilar sulolasining poytaxti Buxoro shahriga kelib, kitob tarjima qilishga kirishib, ikkinchi Aristotel yoki ikkinchi ustoz degan shuhrat nomiga ega bo'lganligi ma'lum. Endi Yevropa ellariga bo'lsa Al-Farabus degan nom bilan tanilgan. Ba'zi olimlar Farabini Arab falsafasining kashfiyotchisi deb qaraydi. Uzoq o'tmay u yana Bag'dodga qaytib kelib, falsafa va müzik ilmlariga doir cho'nqur tadqiqot ilib borgan. Ba'zi materiallarga qaraganda Farabi bu chaqda qonun nomli bir muzika asbobini ijod qilganligi ma'lum. U bu muzikani chalganda kishilar oldi bilan kuladi ekan. Ondan yig'laydi ekan. Oxirida uxlab qoldi ekan. Yana ba'zi materiallarga asoslanganda u keyincha Misr qatorliq joylarda ziyoratda bo'lib, bu joyda ilmiy tip qatorliq ilmlarni o'rganib, bu haqda nurg'un kitoblarni yozgan. U hayotining oxirida, ya'ni Bag'dodga qaytib kelgan bo'lsa-mu, lekin kundan kunga kuchaygan siyosiy qalaymiqonchiliklar tufaylidan bu yerda turolmay Arab Abbasiy xalifligining homiyligidagi Hamdanilar amirligiga kelgan hamda amir Seyful Devla Abu Hasan Ali İbni Abdullah İbni Hamdani'nin qizg'in qarshi elishiga muyassar bo'lgan. Chunki Seyful Devla bu chaqda Arab Abbasiy xalifligi va boshqa joylardagi nurg'un olim ulimalarni Halepga yig'ib, ularning ilmiy töhfelerini mukofotlash siyosatini yurgizgan. Seyful Devla gerçi Farabiga nurg'un inom ihsonlarni taqdim qilib, yuqori xizmat berishni qaror qilgan bo'lsa-mu, lekin u amirning qarorini rad qilib, tog' va o'rmonlarning ichiga kirib, yolg'iz kitob yozish ishlari bilan shug'ullangan. Hijriya 339-yili Mahi Jamadil Avlda Farabi Damashq shahriga qilgan bir safarda ushtumtut kasal bo'lib 80 yoshida vafot bo'lgan. Uning namozini Amir Seyful Devla Hamdani öz baş bo'lib tushirgan ham meyitini Damashqdagi Babul-Lig'ir kichik darvoza qabristonligining teshiga qo'yilgan. Tarixiy materiallarga qaraganda Farabi o'z umrida 100 parchadan ortiq zo'r hajmli kitoblarni yozgan. Uning kitoblarining ichida faqat Kitob fi
El-Hitabet, yani felsefe ilmideki iniqsizliklar haqida degan kitoblar 20 tom, 20 tom. Farabi əsərlərinin mutlaq köp qismi felsefe, logika, müzika, astronomiya, til, əxlaq, siyasət, zoologiya, ximiya, geometriya, tibabətçilik qatarlıq ilimlər haqqında yazılған. Miladi 1896 yılı Türkiye alimi Şemsiddin Sahi tarafından yazılgan Kamusul Ellam degan 6 tomluq lügatga Farabi'nin Kitabi fi Ahsail Ulumi ve Tarih ilim fənlərinin türleri ve mezmunu hakkında kitap Əğrazi felsefeti Eflatun ve Aristoteles. Eflatun ve Aristotel felsefesinin məqsədləri qatarlıq 139 tomluq 119 parça əsri kirgizilgan. Farabi öz ömründə bir muncha ataqlıq alimlarni yetiştirgan. Mesela bütün İslam dünyasında şöhret kazangan felsefe alimi Ebu Zikriya del ana şu Farabi'nin şagirti ve Farabi ideyasının asaslık varisi bulup hesaplandı. Bazı məlumatlar qaraganda Qaraghanlılar sülaləsindəki məşhur alim Ebu Ali İbn Sina fakat Farabi əsərlərini xetir qınıb ügünüş arqılıq eyni zamanda alem şumul meşhur bir alime aylangan. Farabi öz ömrünün mutlaq köp kısmını Arap Abbasiler haliflikide ötküzgen ve əsirlerinin hemmisini digidekla bu cayda yazgan bolsumu, lekin o öz ana jürti Qaraghanlılar sülaləsinin medeniyet üçün gayet zor töhpelerini koşup kalmay, belki dünya medeniyet üçün mu gayet zor töhpelerini koşkan. Ebu Reyhan Biruni Ebu Reyhan Muhammed İbni Ahmet Biruni Hicriye 362 yılı miladi 973 yılı Qaraghanlılar sülalesi qaraşlıq Örgenç şehrinin yenideki Birun yezisida o'tira al bir ayılda dünyaya kelgan. Onun balalik yaşlıq davri ve dastlabki o'qish mezgildagi turmushi nihoyatda g'urbatchilik ve qiyinchilikda o'tgan. Çünkü bu davrda Qaraghanlılar sülalesi bilan Samanilar sülalesi, shundaqla yerlik feodallarning özara uruşları nihoyatda kuchaygan bir davr bo'lganlikdan u Qaraghanlılar sülaləsinin Jiroq ve tinch shaharlariga safar qilib, bu joylarda til, tarix, felsefe, astronomiya, coğrafiya qatorliq ilimlarni o'zligidan o'rganishga majbur bo'lgan. Shundoq bo'lsa-mu, uning tarix ve astronomiya haqidagi ilmiy tadqiqotlari shu chog'da dunyoga mashhur bo'lgan. Keyincha u aynı zamandaki medeniyetlik devletlerinin biri bo'lgan Hindistan'a safar qilib, bu joyda 40 yıl muhacirlik turmushini o'tkazgan. Bu uning ilmiy tadqiqotda nihoyatda zo'r rol o'ynadi. Chunki u Hindistan'da turgan chog'da oldi bilan aynı zamandaki olamshumul tillarning biri bo'lgan Enektek Sanskrit tilini nihoyatda pishiq o'rganib, qadimki Hindi medeniyetini ve tarihi bilen tanışıp çıkıp bu haqda tahqiqi Melil Hindi, yani Hindi tadqiqotları namlıq meşhur eserini yazgan. Şundaqla qadimki Budda medeniyeti ve Budda dininin tarqilishi haqida bir muncha risalilarni yazgan.
Shuni alohida ko'rsatib o'tish kerakki, Abu Rayhan Biruniyning astronomiya haqidagi tadqiqotlari ayni zamonda dunyo olimlarining zo'r diqqat nazarini qo'zg'ash bilan birga oz sonliq mutaassib musulmon kuchlarning qattiq qarshiligi va ig'ir zarbasiga uchragan. Chunki bu tunji qitim yo'riqliq va tovush harakati tezligini belgilash usulini topgan ham tunji qitim yerning o'z o'qi atrofida aylanish qonuniyatini o'ttirib qo'ygan. Ba'zi tarixiy ma'lumotlarga qaraganda Abu Rayhan Biruni, Abu Nasr Farabi ve Abu Ali ibn Sina qatorliq olimlarning tadqiqot ob'ekti, tadqiqot usuli ve tadqiqot natijalarining ta'siriga nihoyatda cho'nqur uchragan. Hatto o'zi bilan zamondosh olim Abu Ali ibn Sina bilan xat orqali davomli aloqalashib, o'zlarining tadqiqot natijalari haqida xeyli keng fikrlar almashtirib turishgan. 11-asrdagi mashhur Türk İslam filosofi Abu Nasr Farabi'nin egashkuchisi Abu Ali ibn Yaqub ibn Maskavi o'zining Abu Rayhan Biruni bilan bir qancha qatim ko'rishganligi ham o'zaro fikr almashtirib turganligini yozgan. Demak, Abu Rayhan Biruni aynı zamanda dunyoga tonilgan mashhur olimlarning biri edi. U milodiy 1049-yili vafot bo'lgan. Mahmud Qashqari. Mahmud binni Husayn binni Muhammad Qashqari milodiy 11-asrning 20-yillarida Qarag'anlar sulolasining poytaxtlaridan biri Qashqar shahrining hozirgi To'qqizoq noyasi Upal rayoni kentida dunyoga kelgan. Biz Mahmud Qashqarining hayotiy faoliyatlari to'g'risida ancha ma'lumotga ega emasmiz. Faqat uning mashhur asri Divan Lug'ati Türk nomli asrida bayon qilingan ma'lumotlarga asoslanganda u Qarag'anlar sulolasining Xaqani Sulton Sodiq Bo'g'raxonning ikkinchi o'g'li Sulaymon Tug'on Ilikxonning avlodi. Yani keyincha Qarag'anlar sulolasida shakllangan Hasaniylar guruhining asosli vakili Harun Bo'g'raxon avvalning chavrisi. Tarix ma'lumotlarga qaraganda Mahmud Qashqarining ajdodi Sulaymon Tug'on Ilikxon aslida Issiqko'lning janubidagi Barisxon shahrining boshlig'i bo'lgan. Milodiy 992-yili uning o'g'li Harun Bo'g'raxon taxtga chiqib, Qarag'anlar sulolasining poytaxtini Qashqardan Balasaxonga ko'chirdi. Ve o'zining cho'ng o'g'li Yusuf Qodirxonga, Yusuf binni Al-Hasan Harun Qodirxonga Tamg'och Bo'g'raxon degan shuhrat nomini berib, Qashqarni boshqarish huquqini topshirdi. Natijada Sulaymon Tug'on Ilikxon oilasi Barisxon shahridan Qashqarga ko'chib kelib, hozirgi Upal rayonidagi Oziq kentiga o'rinlashdi. Oziq kenti bo'lsa, bu chaqda Qarag'anlar sulolasi o'rda a'zolarining asosli makonlaridan biri edi. Mahmud Qashqarining buvisi ve Yusuf Qodirxonning ikkinchi o'g'li Muhammad Yusuf, shundaqla Mahmud Qashqarining dadasi ve Muhammad binni Yusufning cho'ng o'g'li Husayn binni Muhammad dal ana shu Oziq kentida dunyoga keldi. Husayn binni Muhammad Oziq ve Qashqar madrasalarida bilim ilib yetishgan bilimli kishilarning biri edi. Shunlashqa milodiy 1024-yili Yusuf Qodirxon Qarag'onlik taxtiga chiqqandan keyin u o'rdadagi muhim vazifalarni o'tadi. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda Mahmud Qashqari dal mushu yilning oldi keyinda Oziq kentida dunyoga kelgan.
Mahmud Qashqari balaliq va o'qish yillarini Oziq va Qashqarda o'tkazdi. Milodiy 1042-yili Qaraxonlar sulolasi ikkiga bo'lingandan keyin Sharq Qaraxonlar sulolasining qaraxoni Sulaymon Arslanxon Mahmud Qashqarining dadisi Hüseyin binni Muhammadni Barisxon shahrining hokim qilib tayinladi. Mahmud Qashqarimi dadisi bilan birga kelib Barisxon va Balasag'un shahrida har xil ilmlarni o'rganish bilan shug'ullandi. Lekin Hijriya 448-yili, ya'ni milodiy 1056-yili Sulaymon Arslanxon bilan Talas va İspijab rayonlarining hokim bo'lgan inisi Muhammad Yusuf o'rtasida keskin ziddiyat paydo bo'ldi. Sulaymon Arslanxon urushda tutqun qilinib o'ldirildi. Muhammad bin Yusuf Qaraxonlik taxtiga chiqqan bo'lsa-mu, 15 oydan keyin o'z o'rnini cho'ng o'g'li Hüseyin bin Muhammadga o'tkazib berdi. Bu hal Muhammad bin Yusufning xonishlar o'rtasida ziddiyat paydo qildi. Uning bir kichik xonishi Muhammad bin Yusuf va o'g'li Hüseyin bin Muhammadni oila tavabiatlari bilan qo'shib zarlab o'ltirib, o'z o'g'li İbrahim bin Muhammadni taxtiga chiqardi. Bu qonliq vaqada faqat Hüseyin bin Muhammadning o'g'li Mahmud Qashqariylar qechib oldi bilan Buxoroga berib, ondan Nishapur orqali Arab Abbosiy xalifaligining poytaxti Bag'dod shahriga berib panohlandi. Mahmud Qashqari dadisiga ergishib Barisxon shahriga borgandan keyin bir mezgil O'g'izlar, Turkmenlar, Chegillar, Qirg'izlar va boshqa qabillarning tili, tarixi, adabiyoti, coğrafiyasi, etnografiyasi va boshqa ahvollari to'g'riliq nihoyat tafsili tekshirib, tadqiq qilish ishlarini ilib bordi. Shunlashqa u Bag'dod shahriga borgandan keyin Hijriya 464-yili Mahi Rabiul oxirida Olam shumul asar Divan lug'ati turkni yezib kirishdi va Hijriya 466-yili Mahi Zilhajja iyida, ya'ni milodiy 1074-yili 2-oyda tamomlab, shu chog'dagi Arab Abbosiy xalifaligining xalifasi Abu Hashim Abdullah ibn Muhammad Muqtiga taqdim qildi. Mahmud Qashqarining o'z ma'lumotiga qaraganda, u yana Kitobu Javohirin Nahv fi lug'ati turk, turkiy tillar Stakisning Javharlari nomli bir asar yozganligi ma'lum. Lekin uning bu asari bizning zamonimizga yetib kelmagan. Ba'zi tarixiy materiallarga qaraganda Mahmud Qashqari milodiy 11-asrning 80-yillarida vafot bo'lgan. Yusuf Xas Hojib. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda Yusuf Xas Hojib milodiy 1015-yildan 1016-yillari oralig'ida Qaraxonlar sulolasining bir poytaxti Balasag'un shahrida bir boy oilada dunyoga kelgan. U o'zining balaliq va o'qish yillarini Balasag'un shahrida o'tkazgan. Milodiy 1042-yili Qaraxonlar sulolasi ikkiga bo'lingandan keyin G'arbiy Qaraxonlar bilan Sharq Qaraxonlar o'rtasida keskin ziddiyat paydo bo'ldi. Bir mezgil Balasag'un shahrining siyosiy vaziyati nihoyat keskinlashdi. Hatto Sharqiy Qaraxonlarning hukmronlari mo taxt olishib, ig'ir qonliq voqealarni paydo qildi. Bu hol Balasag'unga markazlashgan bir muncha olim va o'limalarning
tinchligini buzib, ularni Qashqar shahriga kelishga majbur qildi. Uning ustiga bu chaqda Qashqarda turishliq Tamg'ach Bug'ra Harun Al-Hasan binni Sulaymon balasag'indagi nurg'un olimlarni o'ziga jalb qilib, ularning ilmiy ijodiyatlari uchun keng sharoit hozirlab berdi. Yusuf Xos Hojibmi dal ana shundoq sharoitda balasag'indan Qashqarga ko'chib kelgan bo'lsa kerak. Yusuf Xos Hojib Qashqarga kelgandan keyin o'zining mashhur asri Qutadg'ublik baxt keltirguchi ilm nomli asrni yezishga kirishdi. Bu asrni hijriya 462-yili, ya'ni milodiy 1069-yildan 1070-yillar 18 oyda tamamlaganligini bayon qildi. U yana tekkizdi manga qo'lini 50 yishim, oqqu qildi kuzg'un tusidek beshim deb bu asarni o'zining 50 yoshdan oshgan chig'ida yozganligini so'zlaydi. Bu asar jami 85 bob, 6645 bit, ya'ni 13290 misra she'rdan tarakkib topgan bo'lib, uni Al-Hasan binni Sulaymon Qaraxonga taqdim qilgan. Qutadg'ublik Qaraxonlar sulolasiga xos maxsus adabiy asar bo'lib qolmay, balki Qaraxonlar jamiyatining ijtimoiy ideologiyasi, falsafasi, siyosati va ijtimoiy axloq qatorliq masalalar bayon qilingan muhim madaniy meros bo'lib hisoblanadi. Asarda aynı zamanның yuqorqidek nurg'un masalalari faqat adolatning simvoli bo'lgan kun tug'di, soatning simvoli bo'lgan oy to'ldi, farosatning simvoli bo'lgan o'g'dulmish, qanoatning simvoli bo'lgan udg'urmish qatorliq 4 personajning obrazi orqali bayon qilindi. Hozir Qutadg'ublikning milodiy 1939-yili Hasan Qarasoyil nomli bir xattotning qadimgi Uyg'ur yozig'ida 9 o'g'iz yozig'ida ko'chirib chiqqan Vina nusxasi, arab yozig'ida ko'chirilgan Qahira nusxasi va Namangan nusxasi qatorliq 3 xil nusxasi bor. Qutadg'ublik Qaraxonlar sulolasining Uyg'ur madaniyatiga emas, balki jahon madaniyatiga qo'shgan zo'r to'pisi bo'lib, u milodiy 19-asrning 20-yillarida jahon olimlarining diqqat e'tiborini qo'zg'agan. Fransuz olimi Jean Bert Ambi 1823-yili Qutadg'ublik haqida tunji qitim maqola e'lon qilgan. Ana shuningdan boshlab uning fransuzcha, nemischa, turkcha, o'zbekcha va hozirgi zamon uyg'urcha tarjimalari barliq keldi.